Sizning ma'lumotlaringiz xavf ostida. Qanday qilib deysizmi? Videoni oxirigacha ko'ring. Bu albatta hazil edi, lekin e'tiborli bo'ling. Kompyuteringizda o'rnatilgan doimiy xotiralar SSD hamda qattiq diskimiz xohlagan payt ishlamay qolishi mumkin. Buni oldini olish hamda o'z vaqtida reaksiya bildirish uchun kompyuterimizda Hard Disk Sentinel Pro dasturini o'rnatib olamiz. Ushbu dastur nimani beradi? Ushbu dasturimiz bizda o'rnatilgan doimiy xotira haqida to'liq ma'lumot beradi. Zdorovyasi, ya'ni sog'lig'i 100% bo'lishi kerak. Biz e'tibor beradigan narsa mana shu. Быстрее tez ishlashi. Mana bu bыстрее deyishasini biz to'g'irlasak bo'ladi, lekin zdorovyasini aslo to'g'irlay olmaysiz. Marhamat, bittamiz mana ancha yildan beri ishlatyapmiz, ya'ni 1 yilda 9% imizni yo'qotib qo'ydik. Xuddi iPhone yo'mkisiga o'xshab. Bunda edi 100% yangi. Bunaqa foydali bo'lgan videolarni yo'qotib qo'ymaslik uchun podpisasiya bo'lib qo'ying. Hal hammasi oldinda, bundan keyin bundanda qiziqarliroq bo'ladi.